Qanday ayollarga rahmingiz keladi? Bandasidan so'rovchi va o'zini anglamagan любой ayol deysizmi, qo'pol chiqadi, shularga rahmim keladi. Ba'zi ayollarni eshitaman, oilasidan ajraydi, farzandlari bo'ladi. Voy meni erim tashlab ketdi, u bo'ldi, bu bo'ldi, muammolar qilib yurishadi. Lekin o'ylashmaydiki, meni yonimda qo'g'irchoqdek meni farzandim bor. Taqdir bu-da, Allohga shukr, shu yonimda deb o'sha unga noshukurchiligini bildirib, polni illatni o'zida saqlaguncha ozgina harakat qilish kerak ayol kishi. O'zini anglash kerak. O'zini anglamagan har bitta ayolga achinaman. Bu eng og'ir dard. O'zini anglamagan ayoldan negativ chiqadi, g'iybat chiqadi, tuhmat chiqadi. Rivojlanish hech qachon chiqmaydi. Qachon siz o'zingizni meningizni anglab oling, o'sha rivojlanish ana o'shandan paydo bo'ladi. O'zini anglash uchun psixologga boradi, bilasizmi? Psixolog bu kim? O'zimiz, men o'zim va Allohim. Siz o'zingiz qalban, ruhan davolamas ekansiz, sizga hech qanaqa psixolog yordam bera olmaydi. Xotirjam bo'ling. Siz borsiz, siz mavjudsiz. Qadriyatlarimdan bittasi deb o'tgan ish o'tdi. O'tmishni kovlash kerak emas. O'ylab ko'ring, mana orqaga qarab bitta yurib ko'ring, qanaqa yurasiz? Yurolmaysiz, qiynalasiz, lekin oldiga qarab yuguring endi. Ana shu o'zini anglagan ayol hisoblanadi.